Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli qadrdonlar. Chinoz Baliq bozor kanalining ashaddiy va qadrli aziz muxlislar, bugun 2025-yil 6-oktyabr haftali, demak, xudo xolasa dushanba kuni. Toshkent viloyati Chinoz tumani Chinoz Baliq bozoriga yetib kelayotganlar. Baliq bozori boshlangan, soat 3:30 bo'lyapti. Abitdan keyin asrga yaqin 3:30 bo'ldi. Xudo xolasa bozor boshlangan. Bozor avjida. Butun xudo respublika Boxadan, Vodiydan baliqlar kelyapti akalar. O'zimizni Sirdaryo viloyatidan kelyapti. Xudo xolasa baliq bozor avjida. Narxlama yaqin tanishamiz baliq turlari bilan. Akalar bitonka M39 bitonka yo'li mana. Ko'ringlar mana. Mashina o'tyapti, ko'rasizlar? Shuni yonida joylashgan. Mana bu most bu. Mana shu most ketmasdan bu Chinoz oxirgi mosti, xudo xolasa Rushchinoz deyiladi. Yangi Chinoz oxirgi most. Undan keyin Sirdaryo boshlanadi akalar. Bu yoqdan kelsa Toshkentga mana. Toshkentga chiqib ketasizlar. Shuni yonida mana baliq bozor. Toshkent viloyati Chinoz tumani yangi Chinoz baliq bozoriga kirib xush kelasizlar aka. Kelaverasizlar mana, xudo xolasa. Assalomu alaykum, mana xudo xolasa baliq yangi partiya keldi. Tasolo baliq asosan bitta. Necha kilolik bular? Ragzapa? Dan 1 kilogacha ham bormi? Yo'q, 1 kilo yo'q. 1 kilo 600 900 gacha. 700, 900 ham yo'q. Общий katta partiya hozir keldi. Opam o'zlari. Charchamayapsizmi? Xonadonlar tinchmi? Kayfiyatda qalay? Bular narxi qanaqa bo'lyapti? 14 mingdan. Bugungi optim savdoda 14 ming akalar mana. 14 mingdan tasolo baliqlar keldi. Xudo xolasa katta bir tonnacha bor-a? 1 tonna. 1 tonna chiqib qoladi, xudo xolasa. O'zingizni Tog'oradagi baliqlar original. hali 5 ming so'mlar. Bular o'zingiz ko'ringlar. Bu sazan baliq mana. Tiriklar akalar, jivoylar bor mana, ko'ringlar. Bular baliqlar. Buni tushiring, yaxshiroq tushiring. Qarang, narxi qanaqa bo'lyapti? 4 kilo 160 ming. 40 mingdan qo'rg'onchoni sazan baliqlari 1,5 mi bular? 1,4 1,5 atrofida mana sazan baliq tiriklar akalar. Qiziquvchilar uchun 40 ming so'mdan olaverasizlar. Yog'li yoqsiz. Intensiv. Intensiv boqilgan. O'zimizaniki. O'zimizaniki, shaharlikcha bog'i. Akalar bu yoqda 35 mingdan birdan 1,5 kilo. birdan 1,5 gacha tiriksiz bugun kelib tushirilgan 35 mingdan bugunga narxlar, to'g'rimi? Akalar qiziqqanlar Chinoz baliqga kelaverasizlar. Udarlar yoqsiz yog'li. Yoqsiz variant bo'ldi. Juda ko'p, mana 1 2 3 4 5 to'g'ri, mana 5 to'g'rida baliqlarimiz hammasi tirik, mana nafas olyapti. Ko'ringlar. Gap bo'lsa charchamanglar, sog' bo'linglar, savdinglarni bersa kuninglar xayr, sog' bo'ling akalar. Assalomu alaykum aka. Sazanlar olamay keldi. Qancha mos kilosi? 36 ming. Bular birmi? 8-9 ming. 8-9 36 mingdan mana. Katta partiyada sazan baliqlari 36 mingdan. Bu 1 kilo qanchadan? 38 mingdan. Bu tomoni 38 mingdan 1 kilo olaylar mana. Akalar jivoy, sveji mana. Ko'rasizlar, hammasi tirik. Gap yo'q. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdinglarni beraversin. Aka, charchamang aka. Sudak baliqlar, aka bu necha kilolik? 1 kiloga aralasha. Akalar sudak baliqlari mana sveji keltirilgan. Narxi qanaqa bo'lyapti? 45 ming so'm, 45 ming so'mdan kilosi mana. Bu yerda bir 50 kilo bor-a? Yirigicha mana yiriklari. Akalar yiriklari 75 mingdan sudak. Bular necha kilolik? 1,5 kilo 2 kilo. 2 kilo atrofida 75 mingdan sudak baliqlari. Karasa qancha bo'ldi karas? Karas baliqlari bor. 8 mingdan 300 mi? 200 mi? Karas baliqlari akalar. Arzon varianti. Shu qoldimi? Shu qoldi. Kelsanglar xudo xohlasa mazza qilib, aylanib, sazan, karas, talsolib, suda hammasi bor. Aka charchamaylar, sog' bo'linglar, savdinglarni bersin. Assalomu alaykum, xormanglar akalar. Mana tasol qancha bo'ldi? 60 mingdan aka, bu 4-5 7-8 kiloda. 10 kilo tasavvurlar 60 ming kilodan qilaylar aka. Raza kattalari bor edi. Voy, qaranglar. Ajratib tashlayapti bolalar. 60 ming kilosi. 10 kilolik bor, 8 kilolik bor, 9 kilolik bor, har xil bor. Kelishni qarang. Kilasmi? Siz charchamaylar, sog' bo'linglar, savdinglarni bersin akalar. Assalomu alaykum aka, Afrikalar qidirganlarga, so'raganlarga. Bugun yiriklarmi deymi aka? Akalar faqat yirigi bor ekan bugunga, ha? Xudo xolasa. Necha kilolar aka bular? 3dan 5 kilo. 3dan 5 kilogacha
O'zimiz Afrika laqasini zo'rlari. Sergush maza qilib yetgan, to'g'rimi aka? 17.000 kilosi akalar, 17.000 so'm. Bunaqasi bo'lmagan hali, yaqin o'rtada. Xuddi 5 kilolar 18-19 bo'lgan. Bugun aksiya narxi bor. 2 kilolik chinozga shoshilamiz. Akani o'zlari keldi, mayli o'zlari oldimiz ekan. Demak, faqat yirigim bugun. Maydasi endi keladi. Maydasi endi keladi. Hozir yirik sotiladi akalar. Afrikada qancha yeyman deganlar shashlik qilsa bo'ladi. Qovurib yesa maza qiladi, to'g'rimi aka? Qilsa zo'r bo'ladi. Qilsa 20 oladi, siz. Dodlab oladigan mana shu bo'ladi, aka. Kelinglar, ismingiz kim edi? Davlat aka uchasi, davlat aka men keldim. Afrikada qancha zo'r deydi. Bo'ldi, muammo yo'q. Aka telefon ham qoldiring. 99lik 001 001 92 33. 92-33 aloqa chiqasizlar. Afrika laqasi bo'yicha muammo hal qilishadi. Aka charchamay sog' bo'ling, savdoda kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, mana ko'ringlar, sazan baliqlar. Aka bir tepam bilan 45.000 so'm. Aka mana. 1,5 tepa. Yog'li yoqsiz? Yoqsiz variantda. Akalar mana. 45.000 dan optim savdo bo'lyapti. Sazan baliq yeganlar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, Chinozga faqat. Zo'rlari Chinoz baliq bozorida. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin, akalar. Assalomu alaykum hormaylar. Tassolo balig'i aka bir 5-6 mi, 4-5 mi? 35.000 dan 3,5-4 kilo bu. 35.000 tassolo balig'i aka mana. Katta partiya xudo xolasa 35.000. Aka savdolarni bersa, charchamaylar. Olaman akalarimizga xudo xolasa katta partiya.